Kelin poshshalar-yu, uyingizda go'shingiz qolmaganda darrov xo'jayingizga telefon qilib go'sht qolmadi, ovqat qilmayman deb bahona qilmang. Chunki men sizlarga go'shtsiz ham shirin chiqadigan bir emas, ikkita retsept aytaman. Kartoshkalarimizni ikkita idishga bittasini to'rtburchak, bittasini uzunchoq qilib to'g'rab olamiz. Ustidan piyoz solib, tabga ko'ra ziravorlar va yog'imizni quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bo'lsa ishimizni yana ham oson qilish uchun torinoni tayyor xamirlardan foydalanamiz. Torino tayyor xamirlarning eng qulay va afzalliklari shoshib turganingizda va ishlaydigan ayollar uchun juda ham qulay. Hamma yog'ingiz yoyilib, charchab, qattiq mushtlab xamir qilgandan ko'ra, torino xamirlarga buyurtma berib, ishingizni osonlashtirasiz. Ko'rib turganinglardek tayyor xamirlarni yoyib chiqib, ustiga nachinkalarni solib, manti ko'rinishida tugib chiqdim. Bilasizmi, ko'p joyda manti yeganingizda xamiri qattiq yoki qalin bo'ladi. Torino xamirlari yo'qa yoyilgan, ingichka ekan. Menga texnologiyasi juda ham yoqdi. Tugib chiqqan mantilarimizni yog'lab, qasqonga terib chiqamiz. Endi bo'lsa uzunchoq qilib to'g'ralgan kartoshkali nachinkamizni o'rama xonim uslubida o'rab olamiz. Bu uslubdagi xonimni eng mashhur food blogerlar sahifasida ham ko'rmagansiz. Xonimchalarimizni ham o'rab olib, yog'lab, qasqonga terib chiqamiz. Oldindan qaynab chiqqan suvimizni ustiga qasqonlarimizni qo'yib, pishirgani yuboramiz. Mana kelin poshshalar, ko'rdinglarmi? Go'shtsiz ham mazali taom pishirsa bo'ladi. Avvalo taomni shirin qiladigan bu go'sht emas. Yuzdagi bor masalliqdan taom pishirishni o'rganing. Insonning qo'li daraxt kabi bo'lishi kerak. Uni yaratgan asari gul kabi gullab ketishi shart.